birinchi, ikkinchi olgan proyektlarim juda katta bo'lganda, o'sha ikkalasidan ham Ha, 40 mingni ishlaganman-u, qolganlari mелчевка berilib qolganda. Diplom bo'yicha o'zim ingliz tili o'qituvchisi, lekin dasturlashga kirib ketganman. vo. Mana shu joyini hech bilmagan ekanmiz mana. Ingliz tili yo'nalishida diplom olgansiz. Lekin shunga Shunday, qaramasdan, mana shu full stack developer bo'lib, AI automationlarda ishlab, hozir Upworkda shuncha daromadga erishgan. Bu men uchun вообще yangilik bo'ldi hozir. Tayyor klient shunday, hamma hayron qolish do'stlarim. "Okey, tayyor klientni tashlab qayerga ketyapsan?" "Ishlamayman" dedim. Bo'ldi. Jak to'xtatdim ishni. O'sha vaqt ham juda yaxshi to'lardi. Juda yaxshi to'lardi. Hozirgi seniorlarni balkim pulini to'lab o'tirardi. Birinchi ishingizni oldingiz, значит, tamom qolganlari o'zi keladimi emas. Agar ishga tashlamasangiz, qit'alarni optimizatsiya qilmasangiz agar o'sha ikkinchi ishni ololmasligingiz ham mumkin. Umuman olganda bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Lekin kattaroq klientlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz agar, yaxshiroq klientlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz agar, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Pulni o'ylashadi-da, lekin pulni zo'r kelishi uchun ham bu yoqni ham qilish kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Ingliz tilini bilmasangiz, kichkina ishlarga qiynalib qolasiz-da. Freelansni yomon ko'rib ketasiz. Shunday deysiz, "Okey, men hech qachon freelans qilmayman" deb. Hozirgi vaqtda ham yana bitta mijozim bor o'shanga o'xshagan. U ham Amerikadan yaxshi mijoz bo'lganligi uchun biroz u bilan ishlash osonroq bo'lgan. Time tracker'ni yo'q degan. Qancha xohlasang ishlayver, farqi yo'q. Upworkda birinchi ishni oldingiz bo'ldi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi degan emas-da. Mijoz bilan to'g'ri muloqot qilish kerak, to'g'ri proyektni narxini chiqarish kerak, to'g'ri mijozga expectation qo'yish kerak. Sizdan ko'p narsani kutib qolmasin. To'g'ridan-to'g'ri qancha to'laysan deyish professional emasda aytganingizdek. Oldin proyektni o'rganib, so'rab, nima qanday bo'ladi, keyin siz nima bera olasiz, yechimlarni berib, mana shunaqa qila olaman deb o'zingizni ko'rsatib qo'yganingizdan keyin aytganingizdek. Ana keyin narxni gaplashish juda zo'r. Seniorlarimiz ko'pincha yomonlashadi. Chunki ular 9 dan 5 gacha ishga o'rganib qolishganda, lekin Upwork qanaqa возможность berishlarini hali bilmaydi-da ular. Shunga shunaqa stereotiplarni birga buzamiz, yo'qotamiz. Sizni support qilaman hamma ishlaringizni. Assalomu alaykum hammaga. Moxie School'dagi Coaching Calls'ning 3-podkastimizdagi mehmoni Olimbek. Sizlar bilishinglar uchun Olimbek Upworkda allaqachon o'zini muvaffaqiyatli karyerasini qurib bo'lgan. Upworkda Olimbek o'zi AI agents, full stack developer, AI automation yo'nalishlarida ishlab, hozirgi paytgacha $40,000 dan oshiq daromadga erishgan. Keling endi bugun Olimbekdan barcha o'zining strategiyalari, qanday qilib shu darajaga yetgani, qanday qilib o'zini sohasida ishlab shuncha daromadni qisqa muddat ichida topish mumkin ekanligi haqida o'rganib olamiz va barcha strategiya bilimlarini bugun Olimbek biz bilan ulashishini kutib qolamiz. Assalomu alaykum Olimbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat, sog'omsiz. O'zingizni bir tanishtirsangiz, ana shu auditoriyaga. O'zim full stack dasturchi. 5 yildan beri full stack dasturlar yaratib kelaman. Kompaniyalarda ishlab keldim. Aytganingizdek, Upworkda 1 yil davomida ishladim. Diplom bo'yicha o'zim ingliz tili o'qituvchisi, lekin dasturlashga kirib ketganman. Vo. Mana shu joyini hech bilmagan ekanmiz mana. Ingliz tili yo'nalishida diplom olgansiz. Lekin shunga qaramasdan, mana shu full stack developer bo'lib, AI automationlarda ishlab, hozir Upworkda shuncha daromadga erishgan. Bu men uchun вообще yangilik bo'ldi hozir. Mana ko'rayotgan auditoriya uchun ham haqiqatdan motivatsiya oladigan bitta namuna mana Olimbek. Boshqa sohada ishlagan bo'lsa ham, o'qigan bo'lsa ham, o'zi qiziqqan sohani tanlab, o'sha ustida ishlab, mana nimaga erishish mumkin ekanligiga yaqqol namuna. Zo'r aytdingiz o'sha narsani. Olimbek mana Upworkda hozirgacha $40,000 dan oshiq daromadga erishgan ekansiz. Keling hozir bizga o'zi birinchi qanday qilib Upworkga kirib kelgansiz? Sizga motivatsiya nima bo'lgan? O'sha haqida bir gapirib bersangiz. Upworkga kirish motivatsiyasi bu o'sha dasturlashni o'rganayotganlarga bir og'riq borda. Yillab dasturlashni o'rganasiz, lekin o'rganib chiqqaningizdan keyin bo'ldi, men ishlayman deb shunaqa kuch bilan o'tirasiz. Lekin siz hech kim ishga olmaydi-da, hech kimga interesli emassiz. Va kompaniyaga borsangiz, opit so'raydi, opit olish uchun ishlash kerak. Va o'sha vaqt
hamma saytlarni sinab ko'rgandimda, qaysi saytdan hech bo'lmasa qanaqadir frilans topsa bo'ladimi, qanaqadir hech bo'lmasa kichkina ishlarni qilsa bo'ladimi, bepul ish bo'lsa ham ish qilsa bo'ladimi deb hamma joyni qidirib ko'rardim. Va Upworkda juda ko'p kirardim. Chunki Upwork boshqalardan ko'ra realniroq edi. Chunki u yoqda realniy pul qo'yish kerak, a. Ba'zan klientlar yozardi, va ishlar juda ko'p edi. Lekin shunga qaramay birinchi ishimni Upwork orqali topmaganman. Bu haqida bir boshqa videoda ham aytib o'tganman. Birinchi ishim menga Facebook orqali kelganda. Bu hammasi Eyvah! bu hammasi networking. Bir Facebookda har xil dasturlashga oid guruhlarga qo'shilganman va o'shalarning birortasida bir coach bo'lardi. U coach menimcha nimani o'rgatardi? Qanaqa qilib xorijda ish topishni o'rgatardi va sessionlarda kirib, nima qilib, u bilan gaplashib yurardik va bir kuni okey, men bunaqa startapga qo'shilyapman. Keyin ishlaymiz dedi. Ishlaysanmi? Okey dedim. Endi men u yoqda bir o'zim bitta dasturchi edim boshida va okey, to'lov bu bizada muammo edi-da. Men aytdim, okey, давай buni nima bilan qilamiz? Upwork orqali qilamiz. Qanaqadir fee bo'lsa agar ular aytishadi, Upwork eng zo'ri, fee bo'lsa ham farqi yo'q, o'zimiz to'layveramiz. Shunday Upworkda birinchi ishimni olgandim. Hozir mana shu joyda yana qo'shimcha so'rab ketaman. Upworkda agar siz tashqaridan klient olib kelsangiz, direct contractga tushadida, 0% ga ega bo'ladi. Shunaqa qilganmisiz? Kontrakt u bilan tuzganda? Yo'q, klientni Upwork bo'lmagan bo'lsa ham bu haqida klient ham men ham bilmaganmiz. U ham men ham yangi bo'lganmiz lekin. Shunga shunchaki fini to'lab yurganmiz-da. Mana aynan mana shu joyda bitta informatsiyani aytib o'tishim kerak. Oldinlari agar siz chetdan xaridor olib kelib, Upworkga kiritib, u xaridor o'zi yangi Upworkda akkaunt yaratadigan bo'lsa va siz bilan birinchi kontraktini tuzadigan bo'lsa, o'shanaqa paytda freelancer 0%, ya'ni hech qanday foizsiz kontraktlarni to'liq summasini olish huquqiga ega edi. Endi hozirda mana 2025-yil holatiga ko'ra bu narsa yana o'zgaribdi. 5% ga ko'tarilibdi. Lekin shunda ham agar siz chetdan xaridor olib kelib, Upworkda ishlamoqchi bo'lsangiz, 5% bu asosiy Upworkdagi 10% yoki 15% gacha bo'lgan hozir fee o'zgarib turadi. O'shandan ancha kam. Shunda ham siz yutasiz, shunda ham siz kamroq komissiya to'laysiz. Bu sizga nima beradi? Agar siz Upworkga chetdan xaridor olib keladigan bo'lsangiz, bu Upworkni payment security'si bor, ya'ni to'lov xavfsizligi bor. O'shandan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'shaning uchun bu haqida ham bitta o'ylab ko'rasizlar. Demak, siz birinchi ishingizni o'sha Facebook orqali kimdir sizga bog'langan, undan keyin o'sha Upwork orqali kontrakt qilishni reja qilgansizlar va boshlagansizlar Upworkda. Bu taxminan nechinchi yil edi? Bu 2022-yil. 2022-yilning boshlari edi. Endi o'sha vaqt freelans qilardim, faqat direct klientlar bilan Upwork orqali emas. Va urush boshlanib qoldi-ku, keyin klient ham Rossiyadan edi. Yo'q, keyin majbur bo'ldik boshqa ishlarni qidirishga. O'sha birinchi xaridoringizni topganingizdan keyin u onlayn sizga Facebook orqali keldi, lekin eng birinchi o'zingiz proposal yozib yoki proposal yozmasangiz ham invite kelgan birinchi Upworkdagi xaridoringiz qanaqa bo'lgan? Uni to'g'ri eslay olmayman, lekin primerni ayta olaman. Ikkinchi xaridorim ham bu amerikalik bitta mijoz bo'lgan. Ularga full stack shu mobile, web va backend hammasini taxlab berish kerak edi. U ham juda katta proyekt. Birinchi, ikkinchi olgan proyektlarim juda katta bo'lganda. O'sha ikkalasidan 40 mingni ishlaganman, qolganlari melchovka berilib qolganda. Bu amerikalik edi. Unaqa zo'r proposal ham yozmaganman. Xatolar bilan yozib tashlaganman. Keyin o'sha ishni menimcha o'sha 22 o'sha ikkita ishga v основном ishlaganman. Keyin mayda ishlar bo'lgan. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Endi men bilan birga o'sha do'stlarimni qo'shganman, boshqalar bo'lgan. Birinchi ishingizni oldingiz, значит, tamom qolganlari o'zi keladi ham emas.
agar ishga tashlamasangiz, qit'a obzorni optimizatsiya qilmasangiz agar, o'sha ikkinchi ishni ololmasligingiz ham mumkin. Xuddi shunaqa, qo'shilaman. Da. Yana bitta zo'r narsa, mana misol tariqasida Olimbekni misolini ko'rishimiz mumkin. Ikkita xaridorni o'zi bilan $40,000 dan ortiqroq daromad topib qo'ygan. Bu degani Upworkda imkoniyat katta. Zo'r xaridorlar bilan ishlab ketsangiz, zo'r kontraktlar tuzsangiz va qisqa muddatda va bitta-ikkita klient bilan ham ancha daromad topib ketish potensialingiz ham juda ham katta. Mana bitta misol, xuddi Olimbekda ham shunaqa bo'lgan ekan. Oldingi asosiy ikkita klienti bilan eng katta daromadni ishlab olgan. Siz boshida mana shu boshlagan paytingizda baribir birinchi xaridoringizdan keyingisini aytyapman, proposallar yozishingiz kerak bo'lgan va yozsangiz hammasidan ham javob kelmaydi. Bu aniq hamisha shunaqa holat Upworkda. O'zingizda bir qanaqa stress olib, bo'ldi, o'xshamay qoldi, endi ishlamayman degan paytlar bo'lganmi? Qilmayman endi bo'ldi deb. Da. Qanaqa bo'lgan o'sha protsess? Bu o'sha birinchi klient topishdan oldin bo'lgan. Bir nechta Upwork akkaunt ochib, yopib yurganman-da. Hech qanaqa proposal yozganman, qaytib klientlar chiqmagan, chiqqan bo'lsam ishni ololmaganman. Aytganingizda dezmotivatsiya ko'p bo'lgan, lekin keyinchalik bu mijozlar bilan muloqot vaqti qanaqadir dezmotivatsiyalar bo'ladi. Mijoz bilan ishlayotgan vaqtda dezmotivatsiya bo'ladi, lekin bir to'g'ri klient topib olsangiz agar bo'ldi, yo'q ketaveradi. Keyin yana bitta savol. Mana ko'pchilik boshlang'ich kelgan odamlarni qiziqtiradigan, hali Upwork haqida tushunchaga ega bo'lmagan odamlar ko'pchilik qiziqtiradi. Upworkda o'zi ingliz tilini bilmasdan ham ishlasa bo'ladimi? Imkoniyatlar qanday? Ingliz tilini chala yoki deyarli bilmaydiganlar uchun. Eng ko'p eshitadigan savolim bu. Siz ham manimcha ko'p eshitsangiz kerak. Umuman olganda bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Lekin kattaroq klientlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz agar, yaxshiroq klientlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz agar, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Lekin boshida ishlasa bo'ladi. Qaysidir bir sohalarda ishlasa bo'ladi. Ba'zi sohalar bo'yicha kichkina klientni ham gapirmasdan turib olib bo'lmaydi-da. Boshlash kerak, lekin ingliz tilini ham yaxshi o'rganib ketish kerak-da. Xuddi shunaqa. Chunki bu yerda asosiy mantiqni tushunib olishimiz kerak-da. Mana yangi boshlovchilar, mayli, imkoniyat albatta bor. Tilni zo'r bilmasangiz ham Upworkda ishlab ketishning imkoniyati bor. Lekin bitta narsani o'zingiz uchun bir maqsad qilib olishingiz kerak. Maqsadingiz sizni xalqaro xaridorlar bilan ishlash. Nomi bilan xalqaro. Xalqaro xaridorlar bilan bo'ldi, men o'zbek tilini bilsam bo'ldi, ishim zo'r ishlab o'tiraman emas. Siz o'zingizni rivojlantirmoqchisiz, katta bozorga chiqmoqchisiz, demak, o'zingizni tayyorlashingiz kerak shunga. Tilni sekin-sekin kuchaytirishingiz, katta klient olish uchun ingliz tilini zo'r bilishga harakat qilishingiz kerak. Shunaqa bo'lsa, albatta imkoniyat bor hammaga. O'sha ko'pchilik faqat o'ylaydigani pulni o'ylashadi-da, lekin pulni zo'r kelishi uchun ham bu yoqni ham qilish kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Ingliz tilini bilmasangiz, kichkina ishlarga qiynalib qolasiz-da. Frilansni yomon ko'rib ketasiz. Shuni aytdingiz, okey, men hech qachon frilans qilmayman deb la'natlab chiqib ketasiz. Shunaqa. Ana shu birinchi ishingiz haqida, tajribangiz haqida ko'proq informatsiya bera olasizmi? Nimalar bo'lgan, muammolar bo'lganmi yoki bir qanaqadir bir omadli taraflari bo'lganmi? Ilk kontraktingiz qancha muddat davom etgan? Proposal yozganingizdan keyin qancha vaqtdan keyin taxminan sizga javob kelgan, o'shalar haqida? Menimcha proposal yozganimda javob tez kelgan va o'sha vaqtning o'zida biz srazu mijoz bilan, bu kechasi edi menimcha, srazu mijoz bilan Zoomda gaplashganmiz. Birinchisiga qitti omad kelgan desa ham bo'ladi, chunki mijoz yaxshi edi-da, yaxshiroq edi. Unaqa mijozlar kam. Hozirgi vaqtda ham yana bitta mijozim bor o'shanga o'xshagan. U ham Amerikadan yaxshi mijoz bo'lganligi uchun biroz u bilan ishlash osonroq bo'lgan. Time tracker'ni yo'q degan, qancha xohlasang ishlayver, farqi yo'q. Bemalol ishlab ketganmiz. Lekin undan keyin keladigan bir
bir 10 ta klient manimcha juda qiyin bo'lgan ular bilan ishlash. Nimaga? Bu birinchisidan opit kamligi. Upwork'da birinchi ishni oldingiz bo'ldi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi degani emasda. Mijoz bilan to'g'ri muloqot qilish kerak, to'g'ri proyektni narxini chiqarish kerak, to'g'ri mijozga expectation qo'yish kerak. Sizdan ko'p narsani kutib qolmasin. Da. Zo'r point. Hammasini gapirib bo'lish kerakda. Mijozga qarab, qani mijoz o'zi sizning sohangizni tushunadimi, yo'qmi, o'shani qarab hammasini gapirib bo'lish kerak. Shu uchun yaxshi mijozlar bilan boshida karyeram boshlangani uchun bo'l injiqroq mijozlar bilan ishlash keyinroq qiyin bo'lgan. Va dezmotivatsiya bo'lib freelansdan chiqib ketganman 2023-yilning boshida. Mana. Da. Esimga keldi. Chunki 2023-2024 polni full time ishxonada ishlaganman. Chunki juda ham stressda bo'lgan tayyor klient shunday hamma hayron qolish do'stlarim. "Okey, tayyor klient tashlab qayerga ketyapsan?" "Ishlamayman" dedim. Bo'ldi. Jak to'xtatdim ishni. O'sha vaqt ham yaxshi juda yaxshi to'lardi. Juda yaxshi to'lardi. Hozirgi seniorlarni balkim pulini to'lab o'tirardi. Yo'q, ayta olasizmi sir bo'lmasa? Okey, endi senior emas, aytaylik middle'larni deylik hozirgi. $2000 qit'a ortiqcha edi-da. Zo'r. Da, oylikka hisoblasak agar. Zo'r. Chiqib ketdim, boshqa yaxshiroq ish topdim. U yoqda 2 yil juda yaxshi ishladim. Ya'ni hozir $2000 to'lar edi deganingiz, bu o'sha Upworkdagi klientingiz haqidami yoki korxona? Yo'q, Upworkdagi klient. Korxona uchun bundan ham ko'proq edi ancha. Tushunarli. Ikkalasini ham aytsak bo'ladi-ku derdiz. Aytganingizdek dezmotivatsiya bo'lib stressga tushib qolgandaman. Mijozlar bilan ishlash, o'zingiz bilasiz, har doim ham fan emas. Albatta siz har bir sohadagi kabi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, o'z bilimingizga, o'zingizni rivojlanishingizga investitsiya qilishingiz kerak. Agar siz aynan Upworkda qanday qilib xaridorlarni jalb qiladigan akkaunt yaratishni, qanday qilib yuqori daromadli xaridorlarni topishni, javob darajasi yuqori bo'lgan va o'zga jalb qiladigan proposallarni yozishni, xaridorlar bilan kelishishni, o'z xizmatlaringizni sotishni, xaridorlar bilan gaplashishni va kommunikatsiya muloqotlarini va mahoratlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Moxie School'dagi Upworkda onlayn daromad topish kursi aynan siz uchun. Kursimiz davomida biz qanday qilib ingliz tilini bilmasdan turib ham Upworkni ishlatish imkoniyati, Upworkdagi akkauntlarni to'g'ri yaratish to'g'risida, Upworkda portfoliolarni shakllantirish va kataloglar yaratish to'g'risida, Upworkda to'lov metodlari va O'zbekistonda turib to'lovlarni yechib olish imkoniyatlari haqida, connectlar, proposallar, ish e'lonlari haqida va har bir ish e'lonlarini qanday qilib analiz qilish to'g'risida, proposallarni qanday yozish haqida, proposallar yozishdagi eng ko'p qilinadigan xatolar haqida va bundan tashqari shaxsiy o'zimning proposal yozishdagi namunalarim bilan ham ulashaman. Bundan tashqari xaridorlar bilan qanday kelishish, muloqotlardagi xato va kamchiliklar, Upwork reytinglari to'g'risida, ularni qanday olish, top rated, rising talent, top rated plus reytinglarni qanday olish, Upworkda agentlik yaratish va bir qancha boshqa maxsus va detalli bilimlarni siz bilan ulashaman. Va ishonchim komil, kursdagi bilimlar bilan siz bemalol onlayn daromad topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hoziroq saytimiz orqali ro'yxatdan o'ting. Mana hozir bitta zo'r insight aytib o'tib ketdingiz. Boshida xaridor bilan ishlashni boshlagan paytingizda expectationlar to'g'ri qo'yilishi kerak. Siz xaridordan nima kutyapsiz? Xaridor sizdan nima kutyapti? Juda ko'p muammoga olib keladigan qism ham shu, to'g'rimi? Da. Yana bitta qo'shimcha narsa, ko'p kishi what's your budget deb budjetini so'raydi-da. Buni to'g'ri-da biroz. Darrov pul haqida sraz gapirish kerak emas, lekin pul haqida gapirishga ham uyalmaslik kerak. Siz shunchaki proyektni so'rang, qani nima qilasan? Shunaqa. Shu ishda tajribangiz borligini unga ko'rsatib bering, shu kol vaqtida. U sizga ishonib bo'ldiki, "Okey, men mana shu ishni mana buncha pulga qilaman" deb ayting, tamom. Uni budjeti sizni qiziqtirmasin. U keyin o'zi aytadi. Oshiradi. "Okey, men
ikki xil klient bor-ku, to'g'rimi? Birinchisi shu, Aha, emm, arzon ishchi qidiradi, ikkinchisi sifatli ishchi qidiradi. Men har doim harakat qilaman shunaqa. sifatli ishchi qidiradiganlar bilan ishlashga. Aha. Da. Endi klientni aniqlab olasiz, agar sizni o'sha nimalaringizga to'g'ri kelsa, nima deyiladi, qadriyatlaringizga to'g'ri kelsa agar, bo'ldi, Mhm. bemalol xohlagan pulingizni to'laydi. Mana o'zi har safar mana podkast qilib gaplashayotganimizda, Behzod bilan gaplashdik. $100,000 topgan u ham o'sha iOS developer. Keyin yaqinda Aziz opa bilan gaplashdik. $300,000 dan oshiqroq topgan UI UX dizayn sohasida. Endi bu safar sizda. Hammani birlashtirib turadigan bitta narsa bor. Aha, O'sha narsa xaridor bilan gaplasha olish mahorati. da. Eng zo'r narsa. Siz ham hozir shu narsani aytdingiz. Xaridor yozdi, sizni proposalingizga javob berdi, qalaysan so'rashdi, proyekt bo'yicha gaplashishni boshladi. To'g'ridan-to'g'ri qancha to'laysan deyish professional emasda aytganingizdek. Shu Oldin proyektni o'rganib, so'rab, nima qanday bo'ladi, keyin siz nima bera olasiz, yechimlarni berib, mana shunaqa qila olaman deb o'zingizni ko'rsatib qo'yganingizdan keyin aytganingizdek. Ana keyin narxni gaplashish juda zo'r. Ular ham, ha, bo'ldi, tushunar ekan, nima gapirayotganini tushunadigan odam bu deb qabul qiladi. Zo'r narsa mana shu. shu o'zi har doim aytaman, Afrikada faqat ishonchda mijoz bilan o'rtasida ishonch paydo bo'lsa bo'ldi. Ish qidirib yurish shart emas. Bitta klient bilan ham yillar davomida ishlasangiz bo'ladi. O'zingizda bo'lgan menimcha. Shunaqa. Am, Manda ham Upworkda maniki video bo'lganiga tez tugaydi, lekin doimiy ravishda shu oylar davomida proyektlarni berib yuradigan klientlarim bo'lgan. Animatsiyalarini bir marta zo'r qilib beramiz yoki video montajini bir marta zo'r qilib berganimdan keyin yana keladi. Hozirgacha ham mana Upworkdan yozishadi, keyin Fiverrda ham akkauntim bor. O'sha eski klientlarim qani yana qilaylik deb turib o'zlari yozishadi-da. Mana kecha ham yozdi bitta klientim. O'sha oldin video qilib berganman unga. O'sha yana davom ettiraylik, proyektlarim ko'payib qoldi deb o'zlari yozadi-da. Zo'r aytganingizdek munosabatni o'rnatib olsangiz. Bo'lmasam, endi hozir Upwork profili qanday qilib sohani nishni tanlash strategiyalari haqida gaplashsak, sizningcha birinchi Upworkga kirib kelayotganlar qanday qilib o'zini sohasini, yo'nalishini tanlashi kerak? Qanaqadir bir nishlarda zo'r ish bo'lgani uchun tanlab ketish kerakmi? Yoki bir qanaqadir strategiyalari bormi sohani tanlashni? Upworkda ishlab kelgan bo'lsam ham, opitim bo'lsa ham, shu yilni boshida именно shu yo'nalishda menda muammo bo'ldida. 2023 chiqib ketgan bo'lsam Upworkdan, endi vaqtinchalik to'xtatgan bo'lsam, men 2025 kirib kelyapman. Hech kim meni yozmaydi-da, proposal yozsam ham hech kim javob bermaydi. Juda depressiyaga tushib qoldim. Nimadir ne to qilyapman-da, nimadir xato ketyapti-da deb. Keyin aytdim, "Okey, bir o'ylab nima qilaychi" dedim, bir research qilaychi. O'zi nima hozir trendda, nima trend ketyapti dedim-da. Qarasam agar Mhm. birinchisi bu AI, ikkinchi trend bu kriptovalyuta. Ha? Ikkalasida ham menda opit bor. Masalan, men oxirgi 2 yil juda shu xalqaro katta kripto fintechda ishladim. U yoqda biza o'zining birjalari bor, kripto paymentlar, kripto walletlar, juda katta kompaniya. Endi u NDA bo'lgani uchun uni ismini ayta olmayman. Menda opit bor-da shu yo'nalishda. Botlar yasaganman, kripto botlar har xil. Aytdim, "Okey, давай men shu yo'nalishga profilimni qaytib, bir u yoq bu yog'ini sozlab chiqaman." Keyin o'shandan keyin AI boshqa qo'yib nima qilib ketdim. Zo'r bo'ldi. Yangi kirib kelayotganlarga ham shuni maslahat beraman. Masalan, men o'zim dasturchi bo'lganim uchun dasturlashdan hozir hammaga bitta trendda bo'lgan narsani maslahat beryapman. Bu o'sha profilimdan yozib qo'yganman. AI automation, scripting and automation. Qidirib ko'ring-da, hozir nima trendda ketyapti, Upworkda qanaqa klientlar nimalarni so'rayapti klientlar ko'proq. Shunchaki dasturchi deb yozib, web developer nimadir deb yozib, research qilib chiqaverish kerak-da. Qani common narsa nima hamma qidirayotgan yoki LinkedInlarda ko'rsa bo'ladi. Mana shunaqa Zo'r research insight. qilib, bitta узкий kichkina yo'nalishni tanlab olish kerak.
O'sha skripting ham hozir juda zo'r ketyapti. Masalan, har xil saytlar bor, kod ham yozish kerak, lekin kod yozmasdan ham ularni ishlatsa bo'ladi. Именно dasturchilar uchun o'zi. Kod yozmasdan o'shalarni avtomatizatsiya qilish. Chunki error kamroq bo'ladi. Yana bitta qo'shimcha narsa mijozlar nima bilan qanaqa muammo bo'lyapti mijozlarda. O'ziz bilasiz, Upworkni juda uzoq vaqtda ishlatmasangiz, Upwork akkauntingiz hidden bo'lib qoladi, topga chiqmaysiz, mijozlar kelmaydi. O'sha vaqt nima qilish kerak? Qani mijozlar o'zi o'shani ko'tarish uchun, masalan, qachondan beri ishlatmagansiz Upworkingizni yoki nimadir bo'lgan, o'shani ko'tarish uchun hozircha o'ziga yoqmagan qanaqadir bir ishni qilib turib, profilingizni topga ko'tarib, keyin boshqa o'zingiz xohlagan ishlarni qilib ketsangiz ham bo'ladi. O'sha 25-yilning boshida imенно shu ishni qildimda. Vibe coding haqida eshitganmisiz? Yo'q. Vibe coding bu hozir Yo'q. shunchaki ChatGPT'larga nima yozasiz? Har xil shunaqa toollar chiqarilgan. Shunchaki prompt yozasiz, sizga yasab beraveradida. Katta proyektlarni ham yasasa bo'ladi. Lekin mijozlar buni bir 20% ni o'zini xohlagan narsasini 20% ni yasay oladi. Uni tugatish uchun baribir dasturchi bo'lish kerakda. Tushunmaydi ular nima qilayotganini va shunaqa mijozlar Upworkda juda ko'payib ketganini men sezdimda. Keyin даже birinchi ishimni masalan AI agent o'sha masalan aytaylik Bold.new, Lovable AI shunga o'xshagan narsalarni descriptionga yozib qo'ydim va mijozlar menga chiqaverdi. Bitta osonrog'ini tanlab olib ishini qilib berdim. O'shandan keyin Upwork profilim qaytib topga chiqdi. Boshida agar umumiylashtiradigan bo'lsam, siz aytgan narsangizni. Siz birinchi navbatda o'zingiz biladigan yo'nalishlarda bozorni talabini o'rgandingiz. Shunday. Ya'ni bozorda aynan mana shu siz bilgan kripto va siz bilgan AI yo'nalishlarida xaridorlar nimani ko'proq talab qilishyapti, qanday ish e'lonlari qo'yishyapti deb turib Upworkdan qidirdingiz, to'g'rimi? Shunday. Bu holatda ham mana shu joyini xato tushuna olmasligi kerak auditoriya yangi boshlaydiganlar. Bilmaydigan sohangizni shunchaki Upwork profiliga mana eng zo'r trenddagi narsa bo'lgani uchun yozib qo'yish ham noto'g'ri. Chunki klient bittada keladi, o'sha ishni sizga beradi, qila olmaysiz, Upwork sizga foydasiga emas, zarariga ishlab ketadi. O'shaning uchun mana shu misol hozir Olimbek bergan misolni zo'r misol bo'ldi. Oldin biladigan sohangizni aniqlashtirasiz. Nima sohani bilaman o'zi, nima kasbda zo'rman, o'shani o'rganasiz. Undan keyin aynan o'sha sohalarda Upwork ish e'lonlariga kirasizda qidirib ko'rasiz. Mana web developer deb qidirasiz yoki AI deb qidirasiz. Ish e'lonlarini o'qiysiz. Nima ko'p talab qo'yilyapti har safar ishlarda? Nima so'rashyapti? Kalit so'zlar qanaqa? O'shanga moslab, o'zingiz biladigan qilib Upwork profiliga joylasangiz, mana 2023-yilda to'xtatib 25-yilda kirib kelgan bitta strategiya bilan yana ishlashni davom etib ketavergan. Zo'r insight bo'ldi sizdan. Sizni Upwork profilingizda mana profil title bor, keyin description qismlari bor va pastroqda mahoratlar bo'limi bor. O'sha umumiy profildagi eng ajralib turadigan, siz ko'proq e'tibor qaratgan qismi nima va qanday strategiyalar ishlatgansiz o'shani to'ldirishda? Bu title bilan description derdim. Endi hammasini kam o'zini nimasi bor, foydasi bor, lekin eng ko'p beradigan foyda bu title bilan description. Agar birinchi title kelsak agar, shu vaqtgacha shunchaki full stack deb qo'ygan bo'lsam agar, biroz trendga qarab AI full stack developer deb qo'ydim. Hech qanaqa ma'no bermaydi bu. Lekin shu AI so'zini qo'shsak agar bo'ldi. Mijozlar kirib keladigan ko'p mijozlar ham bilmaydi o'zi. Upwork qanaqa joy, nima bu Upwork? Ko'p yangi mijozlar bilan masalan ko'pisi bilan ishlaganman, bilmaydi hali yoki mani sohamni bilmaydi. Ularga shunchaki AI agent taxlaydigan odam kerak. Shunchaki AI bilan bog'lab yubordingiz bo'ldi. Descriptionda ham descriptionni maksimalni to'ldirish kerak. Juda katta qilib to'ldirish kerak. Endi men descriptionim ham juda katta bo'lmasa ham hammaga tavsiya beraman. Maksimal description to'ldirish kerak. Siz o'qimasligingiz mumkin u descriptionni, lekin Upwork algoritmi o'sha klient post bergan vaqt sizni topga chiqartirib ketiradi-da. O'sha biron sohani post bersa agar yoki biron konkret frameworkni post bersa agar. Va o'sha yerda men
Mhm. Boshida birinchi descriptionda yozardim bu eng o'zimdagi eng faxrlanadigan narsalar, masalan, tez javob beraman, 20 ta klient bilan ishlaganman, qancha pul ishlaganman, buncha klientlar happy va klientlarni balkim odzivini yozib qo'yarman yoki keyin dальше ketadi, qanaqa frameworklarda ishlay olaman yoki nimalarni Aha. integratsiya qila olaman, o'zim ishlay oladigan narsalar haqida. Keyin oxirida yana qo'shimcha toollar, masalan, yoki qanaqa problemalarni Mhm. qanday решать qilganim, mana shunaqa qilib yozib ketardim. Juda uzun bo'lib ketsa ham farqi yo'q. Uni har doim ham mijoz o'qimaydi. Shunchaki mijozni poisk degan vaqt yoki ishchi qidirayotgan vaqt siz shunchaki topga chiqib kelasizda. Ko'rinib turasiz mijozga. Mana Olimbekni profilini ko'radigan bo'lsak, birinchi mana tepa qismidan keladigan bo'lsak, profile title'da mana nima yozilgan? AI agents, full stack developer, AI automation, integration specialist degan. Aytganidek, rosa trenddagi mavzular AI agents va AI automation juda ham muhim. Va mana xuddi o'zi aytib o'tgan sanab o'tgan narsalari tezkor javob beraman, qancha proyektlar qilgani haqida va tajribasi necha yil ekanligi haqida qisqa ma'lumot bergan. Keyin pastda yanayam frameworklar, nimalarda ishlashi, qanaqa experiencelari borligi haqida qisqacha yozib ketgan. Mana shular mana o'zi ko'rib turganlaridek hamma informatsiya bor, lekin kichkina description'ni ichida juda ham zo'r. Ular ishlatayotgan mana kalit so'zlar AWS, Google Cloud, Docker yoki Python deganlar ham o'sha kalit so'z sifatida ishlaydi xaridor Upworkda talantlarni qidirayotgan paytida. O'shaning uchun обязательно sohangizdagi kalit so'zlarni mana shu descriptionda ham ishlatib ketish kerak. Gap sifatida. Shunchaki o'zlarini kiritib ketishmas. Yana bitta narsaga e'tibor qaratsa bo'ladi. Bu project qo'shayotganda, shu portfolio qo'shayotganda har bitta projektni обязательно descriptionlarini qo'shib, yaxshi title'lar yozib, yaxshi rasmlar qo'yib ketsangiz ham, mijoz kirib ko'rmasa ham o'sha yana Upwork'ni algoritmi o'zi uni sizni topga olib chiqadi. O'zimni mana qiziqishimdan bitta savol. Hozir AI agents deb sizni sohangiz ham shunaqa deb yozib qo'ygan ekansiz. Men misol IT sohasida bo'lmaganimdan keyin uni nimaligini bilmayman. Shuni qisqacha tushuntira olasizmi o'zi? AI agents nima qilib beradi? U bitta dasturmi yoki prosta sistema shunaqa aytiladi? Okay. Hozir AI agentslar, masalan, call centerlarni har bitta ishchisini AI agent desak ham bo'ladi. Shuni avtomatizatsiya qilsak bo'ladi AI agent orqali. Mijozlar masalan Instagramdan qanaqadir forumga o'tadi, o'zini daniyalarini to'ldiradi, keyin AI agent o'sha forumdan olib mijozga chiqadi. Masalan, bu bittasida mijozga chiqadi, mijoz bilan gapiradi, mijoz bilan gapirgan narsasini tekst qilib qaytib sizga Telegramingizga, emailingizga yuboradi. Mana shunaqa AI agentlar. Xohlagan narsangizni avtomatizatsiya qila olasiz. Hozir veb-saytlar xuddi trenddan tushib, mana shunaqa agentlar trendga chiqib ketyapti-da. Yoki agent chat qilsangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Qanaqa xohlasangiz. O'zingizni nimadirizni avtomatizatsiya qilsangiz bo'ladi. Yaqinda Eleven Lab degan sayt bor ekan. Eleven Lab Library'mi? O'shanda kirib ko'rsam, u ham AI sayt. Chat support o'rniga звонок support. Shunday bosasiz, savolni men gapiryapman, eshitib savolimga aniq javob beryapti. O'sha saytni policy-laridan kelib chiqib, o'sha dasturni xizmatlarini so'rasam, xizmatlarini aytib beryapti. Narxini so'rasam, narxini, murakkab savol bersam ham ovoz qilib menga javob qaytaryapti. Rosa hayron qoldim. Mana shu точно ana shunaqa qiyin ishni men hozir bir o'zim qilib bilaman. Tushunarli. Именно bitta toolni ishlatib, AWS. Aytaylik Python AWS. Tamom. Yoki Golang. Ya'ni savol berganda ovoz bilan javob qaytaradi. Shunday. Bu narsani telefonlarga ham qo'ysa bo'ladimi keyin shunda hozir? Telefonlarga taxlab qo'ysa bo'ladi, bemalol. Upworkda juda ko'p sizda ham bo'lgan-ku, masalan, o'zingiz videolaringizda ko'rdim. Famous taniqli odamlar Upworkni ham ishlatadi. Primoy o'zi sizga chiqadi. U odamlar juda workaholic, o'zi ishlashni yaxshi ko'radi, o'zi tanlashni yaxshi ko'radi. Shulardan bittasi
dasturlash olamidagi bitta zo'r odam o'zi, o'sha, nimada, Yang kimdir edi-da. U bilan nima qilib qo'ygandik, bir marta ishlashimizga biroz qolgandi, ishlolmadik. Uni ham startapi shunaqa edi. Bir nechta ishlari bor uni, lekin o'sha hozir yangi startap taxlagan, endi yangi startapiga qanaqadir dasturchi qidirayotgandi. U startapida siz aytganingizdek, Google'da sizni biznesingizni informatsiyasi bor Google'da. O'sha biznesning informatsiyasini oladi, shunchaki linkini tashlaysiz unga, u sizga o'sha informatsiyani o'qib, tamom, qanaqadir telefon nomer beradi. Telefon nomeriga shunday telefon qilganingizga qachon ochiladi, qachon yopiladi, nima ovqatlar bu, narxi qancha, nima endi restoran bo'lsa agar hammasini aytib beradi. Shu bir ikkita klikka. Voy! Tayyor veb-sayt, faqat uni qo'shimcha o'zi til yaratgan, o'sha tilni ishlatib, yana har bitta odamga o'ziga biznesiga qarab, tailor qilib, boshqacha agentlar taxlasa bo'ladi. U уже даже dasturlashni minimalni biladigan odamga ham ishlatsa bo'ladigan narsa. Endi как support engineer qilib bo'layotganda, да. Rosa zo'r bo'ldi shu narsani bilganim hozir. Aynan siz buni qila olishingiz, albatta siz bilan bir ikkita proyektlar qilamiz Nasib, nasib bo'lsa, nasib. Xudo xolasa. Chunki o'zimda ham startap bor O'zbekistonda, bronlar bo'yicha. O'sha gostinitsa, dachalarni, keyin turar joylarni, space rentals bor, ijaralarni nasib bo'lsa mana shu yil launch qilamiz. Ana o'shanda bizda support hali anaqa manual. Mana bu adminga keladi, admin keyin javob yozib qaytarib yuboradi, o'shanaqa. O'shaning uchun mana sizni eslab qoldim bu narsa uchun. Avtomatlashtirish. AI zo'r, uxlamaydi, ishlayveradi, yaxshi javob beradi. Настроенияsi yaxshi har doim. Hammasi настроенияsi yaxshi. Zo'r. Endi keling siz bilan proposallar haqida, xaridorlarni qidirish haqida gaplashamiz. Avvalambor mana Upworkda proposalni yozishdan ham oldin xaridorni topishni o'zi bitta ish. O'shaning uchun qanday xaridor topasiz, nima strategiyalardan foydalanasiz, qisqacha aytib bera olasizmi? O'zi recentga masalan Steve Jobslarga Upworkni o'zini ishlataman desangiz agar, endi ko'p detalga ketmaymiz, haydavaychi. Yangi ishlarni qarab o'tiraman. Aytaylik 10 minut, 15 minut, 1 minut, 2 minut. Endi sohangizga qarab, agar sohangizda ish kam bo'lsa agar, endi bir kunlik ishlarga ham topshirishga majbur bo'lasiz. Sohangizga qarab. Lekin iloji boricha yangi masalan, hozir 1 soat ham bo'lmagan, yarim soat ham bo'lmagan ishlarga topshirsangiz yaxshiroq. Chunki klientni attentioni hali shu yerda-da. Klient hozir ko'rib chiqishi mumkin. Keyinroq odam ko'payadi, klient ham kamroq qaraydi. Kechroq ishlarga tashlasa ham bo'ladi. 1 kun, 2 kun yoki 1 soat, 2 soatlarga ham tashlasa bo'ladi, lekin iloji boricha yangi ishlarga tashlayman. 15 minutdan, 1 minutdan 5 minutgacha. Va qarayman, qani shu klientni ishini qila olamanmi? Shu klientni ishiga o'xshagan biror narsa qilganmanmi? Shu klientga example ko'rsata olamanmi? Shunchaki connectni любой klientga yo'qotgandan ko'ra shu kriteriyaga qo'yib chiqaman. Undan keyin kiraman, ko'raman, qani skam emasmi? Birinchisi, skam emasmi? Keyin klientni avtoriteti, qani klient qanchalik ishga olishni protsenti, qancha pul to'lagan, soatga qancha to'laydi. Shularni klientni bir qit'a filtr qilib ko'ramiz. To'g'ri keladimi bizaga shu klient? Keyin ko'ramiz, ishga qancha kishi topshirgan, klient invite'lar yuborganmi yoki boshqalar bilan intervyu qilyaptimi? Shularga qarab javob beramiz. Masalan, agar 10 kishiga invite yuborgan bo'lsa agar, menimcha u ishga men katta ehtimol bilan xudmanga to'g'ri kelsa ham ba'zan yozmayman. Yozishim ham mumkin, ba'zan yozmayman. Chunki u kimni xohlashini o'zi biladi. Allaqachon biladi u kimni xohlashini, shu 10 ta odamning ichidan bir kishini olmoqchi. Katta ehtimol bilan qolganlarga u yozib o'tirmaydi-da. Yozishi ham mumkin. Endi bilmaymiz, baribir yozishi ham mumkin. Undan keyin agar kech bo'lgan bo'lsa, boshqalarni intervyu qilib o'tirgan bo'lsa, ko'p odamni intervyu qilib o'tirgan bo'lsa agar, bu juda selektiv klientlar bilan ham ba'zan ishlashni uncha yoqtirmayman. Chunki har bir narsani nima qilib ketaveradi. So'rab nima qilib ketaveradi. Ular bilan ishlash qiyinroq bo'ladi, lekin bunaqa ishlagan, topshirgan, ishlaganman ba'zan. Tushunarli. Umuman olganda mana shular topshirishdan oldin polni bir analiz qilib ko'rish kerak.
o'sha analiz qilayotgan paytingizda, Upwork profilida mana shu ish e'lonini ko'rgan holatda nimalarga tez-tez manaqa ko'rib, nimalarni birinchi faktor deb olasiz? Birinchi faktor bu o'sha manimcha ishi, o'ylab ko'rsam agar, ishi manimcha ishi qanchalik manga to'g'ri keladi. Manga Aha, to'g'ri keladimi, to'g'ri. yo'qmi o'sha ish. Keyin qolgan narsalar. Keyin o'sha klient qanchalik yaxshi yoki yomon, yoki qanchalik ish berishi, o'sha klient haqida informatsiya bo'ldi. Keyin qolgan narsalarga qarab ketaman. Aha, tushunarli, zo'r. Ya'ni o'sha ish qidirayotgan paytingizda boya aytdingiz, qancha proposal topshirganligiga qarar ekansiz. 10 tadan kam bo'lsa va yaqin orada e'lon qilingan bo'lsa, o'shanga topshirar ekansiz ishlarga. Qaysi statistikalarni sanab o'tdingiz? Hozir o'sha statistikalar bo'yicha ham bir ikkitasini ayta olasizmi? Nimaga qaraysiz o'sha ish e'lonida? Hire rate'ni ko'raman. Qani 100 ta ish qo'ygan bo'lsa, nechtasini hire qilgan? Agar Ha, 20 tasini hire qilgan bo'lsa, agar 20% hire rate turgan bo'lsa, katta ehtimol uni yozib ham o'tirmayman. U chunki shunchaki bir nimadir ideyani qilyaptimi yoki nimadir klient mavhum. Yozib o'tirmayman unga. Undan keyin klientni odzevi, agar odzevi 10 ta ish bilan ishlagan bo'lsa, odzev juda past bo'lsa agar, u klientni 100% ishlamayman u klient bilan. Hozir yaxshi pul to'lasa ham, nima ishi zo'r bo'lsa ham, mana ishga olmoqchi bo'lsa ham, riskat qilib o'tirmayman-da, odzevni tushirib yuboradi. aha, Keyin shunaqa. to'lashi, masalan, qancha to'laydi? Men xohlagan summani to'laydimi? Agar odatda men to'lagan summadan ancha past bo'lsa agar, to'lamayman. Men oladigan summadan 50% past bo'lsa ham topshiraveraman, lekin men $30 olsam, u $5 har doim to'lab yurgan bo'lsa agar, yillar davomida, men aytaman, okey, bu katta ehtimol bilan meni ishga olmaydi. Endi shunaqa qaraymiz-da, endi dasturlashda bizada ish ko'p bo'lgani uchun juda ko'p kriteriyalarga qo'yib chiqishimiz mumkin. Ba'zilarda bunaqa возможность yo'q. Ular majbur bo'lishadi yomon klientlar bilan ishlashga yoki shunaqa kam to'laydigan mijozlar bilan ishlashga. Mana shular. Zo'r narsa aytib o'tdingiz. Bu ham bitta insight, o'sha dasturchilarga ish ko'p. Dasturchilarda imkoniyat bor klientni saralab olishga. Ko'p kishi mijoz to'lashiga ham qaraydi. Men aytardim, qancha to'lashiga e'tibor bermang. Birinchi marta ular kamroq to'lashi mumkin, lekin kichkina ishlar ham juda katta ishlarga olib ketishi mumkin-da. Ba'zilar okey, bu pulga bu ishni qilmayman deydi. Ba'zan qilib berish kerak. Bo'lmasam, mani keyingi savolim, ana endi ishni saralab oldik. Ishni saralab olgandan keyin endi proposalni yozish kerak xaridorga. O'sha proposal yozganda sizni strategiyalaringiz qanaqa? Shuni nimalar ishlatasiz? Qanday yozasiz xaridor sizni birinchi o'qib olishi uchun? Okey. Har doim ishni yaxshilab, ish postni yaxshilab o'qib, keyin javob yozaman. O'zim hech qanaqa AI ishlatmayman. AI ishlatsam ham faqat xatolarini taxlayman, tamom. Qo'shimcha adjektivlarni ishlatmayman. I have been 4 years, 5 years experience deb boshlamayman. Srazu birinchi mijoz nima xohlayotganini yozaman. Hello. Даже ko'p kishi ismini topib keyin yozishadi. Bunga ham vaqt yo'qotib o'tirmayman. Eskirgan usul shunchaki nimasini hello, men mana shu proyektlarni qilganman, mana shu ish sizga o'xshagan narsani qilganman deb birinchi sectionga shuni yozaman. Nima xohlayapti o'sha proposalda nima yozilgan, job postda nima yozilgan, o'shalarni ishlagan bo'lsam ishlaganman deb aytib o'taman. Undan keyin esa o'sha toollarni, o'sha frameworkmi nima yozilgan bo'lsa yozib o'tdimki, undan pastida esa agar ko'rsatib bo'lsa ish example'ni ko'rsataman. Iloji bo'lsa ish example'ni ko'rsataman, masalan, qanaqadir PDF fayl yuborish mumkin. Agar ko'rsata olmasam agar, u yerda klientni ishiga o'xshagan ishni description'ini yozib chiqaman, qisqacha qilib. Masalan, call agent qidirayotgan bo'lsa, shuna call agent taxlamoqchi bo'lsa agar, men aytaman, okey, men call agent qachon taxlaganman, men bu to'llarni ishlatib taxlaganman, mana bu linkga kirib ishlatib ham ko'r, buni xohlasang. Mani ishim mana shu deb ikkinchi narsada ishimni yozaman. Keyin oxirida yana action beramiz. Okey. Xohlagan vaqting yoki xohlagan vaqting emas, ko'pincha shu kun yoki ertaga deb unga urgency beraman. Davay gaplashaylik, shu kun yoki ertaga gaplashib olaylik. Ko'proq proyekting haqida menga ayt deb nima qilib.
yozaman. Buni endi mani taktikam bu. Buni ming xil yo'llari bor. Hamma har xil yozadi. Kimdir juda uzun yozadi, kimdir kalta yozadi. O'zingizga mos klientni topib olasiz. Самое главное, adjektivlardan chekinish kerak. I have 4 years experience. I'm excellent at doing this, that. Okay. To'la adjective. Hech qanaqa faqat o'zi haqida yozib tashlaganda proposalda. Klient haqida hech nima yozmagan. Aha, zo'r. Da, klient haqida yozish kerak. Klient nima xohlashini. Xuddi siz ishchi qidirib ko'rgankisiz. Ko'p odamlar yozishadi. Men 4 ta ish, 4 ta skill qidirayotgan bo'lsangiz agar, 2 ta skillni yozib, men shu ishlarni qilaman deydi-da, lekin kichkina qanaqadir frameworkcha sizga muhim bo'lishi mumkin-da. Siz qanaqa u qiyinligini bilasiz. Men shu ishlar olishi kerak ishlay oladigan odam kerak deysiz-da. Shu uchun har bitta frameworkni yozib chiqish kerak. Hammasini. Mana shu ishlaganman, mana bunaqa proyektlar qilganman bularni ishlatib deb. Hozir mana shu aytib berganlaringizdan 3 ta zo'r insight oldim. Birinchisi, o'sha gapirayotgan paytingizda sifatlardan kamroq foydalaning deganingiz. Ya'ni men zo'rman, san ishing zo'r qilib beraman, bozorda eng zo'riman, san ishing juda ajoyib qilib beraman degan gaplar kerak emas xaridorga. Qiziqtirmaydi xaridorni narsa. Mana shu narsani kamroq yozing. Ikkinchi narsa, zo'r aytib o'tdingiz o'sha narsada, agar даже siz xaridor so'rayotgan ish bo'yicha portfolioyingiz bo'lmasa ham, siz xaridorga qisqa qilib o'sha ishni qanday qila olishingiz haqida yozib o'tsangiz ham bo'ladi. O'sha narsani aytib o'tdi mana Olimбек. Bu narsani mana bunaqa holatda olib kelsa bo'ladi. Mana bu saytdan foydalaniladi, mana bu frameworklardan foydalanib, senga shuni qilib bera olaman desangiz bo'ladi. Montajda ham shunaqa yoki siz istalgan tarjimonlik sohasi bo'ladimi, marketing, SEO bo'ladimi, Google Analytics nima soha bo'lsa ham hammasida qilsa bo'ladi. Gap bilan tushuntirsangiz bo'ladi. Chunki boshida aytib o'tgandek, Olimбек yangi kirib kelgan odam, albatta tajriba bo'lmaydi. Reyting 0 dan boshlangan bo'ladi. Xaridorni ishontira olishingiz kerak. Portfolio bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun o'zingiz biladiganligingizni ko'rsatib qo'yishingiz ham zo'r bo'ladi. Keyin uchinchi siz aytib o'tgan narsalardan, insightlardan bittasi, nimaga oxirida CTA qoldirib, davay san bilan tezroq bir kun ichida gaplashib olaylik deb turib, обязательно xaridorni sizga tez orada bog'lanishiga urgency berasiz. O'sha narsa ham zo'r insight bo'ldi. Rahmat summary qilganingiz uchun. Endi men emotsiya bilan gapirib beryapman-ku endi. O'zi shu-da, o'zi maqsadim shu. Sizni ko'proq steplaringizni aniq bilish. Men shunchaki sizdagi insightlarni o'zim olib ulashib beraman. O'zimga ham o'sha eslab qolishimga ham yaxshida siz summary qilganim. Rahmat. Mana keyingi savol, o'sha proposallar yozishda kuniga nechta proposal yozish kerak odatda va boshlang'ichlar uchun qanaqa, bu top ratedlarga qanaqa? Endi afterda kirib kelayotganlar o'ylashi mumkin. Qancha ko'p proposal yuborsam ham, qancha ko'p proposal yuborsam, shuncha tezroq ish olaman. Lekin har doim men bunday emas. Maslahatim proposal qancha yuborish количествоsi emas, качествосiga e'tibor berish kerak-da. Haftasiga 7 ta yuborishingiz mumkin yoki kuniga 2 ta yuborishingiz mumkin, lekin har bitta ishni tanlab yuborish kerak. Chunki connectlar pul turadi. Shunchaki connectni havoga yo'qotish bu yaxshi nima emas. Yaxshi yo'l emas klient olish uchun. Boshida aytib o'tganimizdek, birinchi klientdan analiz qilib, yaxshilab klientni o'zingizga mos klient topib, o'sha klientga yozish kerak. Juda ko'p proposal yozib tashlasangiz ham, shunaqa случайлар bo'lgan, odamlarning profili bam bo'lib qolganda, chunki sizni qanaqadir skamer deb o'ylashi mumkin, klientda yozyapti yoki siz sizni opit skam yoki siz taklif qilayotgan narsa klientga kerak emas deb o'ylashi mumkin. Shu uchun самое главное consistency. Har kuni hech bo'lmasa bittadan yuborib turish kerak. Eng ideal ishlarga. Agar ikkita yuborsangiz undan ham yaxshi. To birinchi ishingizni olgunizcha. Keyinroq yana ishni qilib, yana kamaytirib, yanada yaxshiroq filtrlab, yana yuborsangiz bo'ladi. Men o'z odatda qanaqa yondashaman bu narsaga, siz strategiyangizga juda ham o'xshash, lekin bitta o'sha farqli tomoni ko'pincha men o'zim ham boshqalarga aytsam ham kuniga
7 ta 10 ta o'sha proposal yozish kerak deyman va lekin albatta aytganingizdek bu sonida emas, 10 ta proposalni jo'natganingiz bilan sizga javob kelmaydi. O'sha 10 ta ishni o'rganib, sifatli qilib yozgan 10 ta proposal bo'lsa, bir haftalikda sizga reply kelish natijasi oshadi degan maqsadda o'sha kuniga 7 ta 10 ta yozishni odatda maslahat beraman. Bu endi sifat bo'lgan taqdirda. Sifatsiz 20 ta proposaldan albatta sifatli 2 ta proposal afzalroq. To'g'ri. Keyin yana bitta aytganingiz, Upworkda rostdan ham shunaqa bor. Men bir kunda 50 tadan ortiqroq yoki 25-30 tadan ortiqroq. Menimcha 25 ga yo'q, shu menim bir kunda 50 tadan ortiqroq proposal yoki 100 talab proposalni yuborib tashlayotgan bo'lsangiz, aniq siz akkauntingiz ban bo'ladi. Nimaga? Chunki mantiqan olib qaraganda bir kunda 50 ta ishga topshirishning imkoni yo'q. Siz 50 ta ishni o'rganib chiqa olmaysiz. U agar 50 ta ishga shundoq topshiryapsizmi, demak u sifatsiz yozyapsiz u proposallarni birinchidan. Agar sifatli yozishga harakat qilyapsizmi, siz maksimum 10 ta, zo'r borsangiz 15 ta kun bo'yi o'tirib yozishingiz mumkin. Sifatli qilib. O'shaning uchun oldin bitta menda tajribamda bo'lgan edi, o'sha ko'p yozib tashlashim kerak proposal, nima qilsam ekan deb turib, Upwork bot qilib beradiganlar bor ekan, o'sha sayt bor ekan shunaqa. Sizni proposallaringizni avtomatlashtirib beradi. Keyin akkauntingizdan ishlarga jo'natib turadi, kalit so'zlar bo'yicha. U juda yomon narsa ekan o'zi. Birinchidan banga tushirib qo'yadi. Ikkinchidan ishlarga shunaqa sifatsiz topshiradi, bitta shablon ketaveradi hamma ishga. Ha, Eng yomon narsa. ha, juda yomon. U o'zi yangi kirib kelayotganlarni nimasi shunday. O'zi tayyor shablonni o'zi taxlab oladi, nimalarni bilishini taxlab oladi-yu. Botga o'xshagan taq tashlab ketaveradi. U shunchaki Upwork Connect'ni boy qilib o'tiribsiz-da, Connect'larni yuborish, Connect'larni taxlab. O'shaning uchun ham o'sha shablon emas, har bitta xaridorga alohida yondashuv kerak. Har bitta xaridorning muammosiga yechim berish kerak proposalda. O'shanda mana sifatga e'tibor qilingda, soni jihatdan o'zingiz tanlang, keyin bir kunda nechta yoza olasiz. Lekin sifat bo'lsa, 10 ta yozsangiz, конечно, haftada siz 60-70 ta yozgan bo'lasiz, response rate oshadi, chunki 70 tasi ham sifatli proposal. Xaridorlar bilan munosabatlar haqida gaplashsak, ishni sifati, xaridorlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish. Qanday qilib? Ikkita savolni bittada berib ketaman. Birinchi navbatda qanday qilib xaridorlar bilan o'sha yaxshi munosabatni o'rnatish mumkin Upworkda? Va ikkinchi savolim, agar siz o'ylagandek hamma narsa rejadagidek ketmasa, dispyutlar bo'lib qolsa, muammo bo'lib qolsa, unaqa vaziyatlarda qanday o'zingizni tutishingiz kerak professional sifatida? Bu ikkalasi ham bo'lgan. Birinchisi xaridorni o'sha boshlashdan oldin qanaqa xaridorligiga qarab, keyin mijoz bilan ishni boshlangda. O'sha o'zi Zoom call ham aynan shu uchun kerak. O'sha xaridor bilan siz to'g'ri kelasizmi? Qani hamma masalan biz siz bilan shu yoqda o'tiribmiz, chunki biz kelisha olamizda ikkalamiz. Agar kelisha olmasak o'tirmasdik-da bu yoqda hozir. Mijozlar bilan nimani ishchini o'rtasida ham shunday. Birinchi boshidan boshlaymiz, что mijoz bilan kelisha olamizmi, yo'qmi? Ha, Zoom qildik, kelisha olamiz, значит yaxshi. Ishlayveramiz. Mijozni saqlab qolish uchun har doim mijozga kerakli narsalarni berish kerak. Masalan, boshida aytib o'tganimizdek, mijoz nimani xohlayapti, o'shani yaxshilab o'rganib, o'sha narsani mijozga berish kerak. Agar o'zimda bo'lgan yana bir narsa, mijozni ishini qilishga vaqtimiz yo'q yoki ishi bizga hozir to'g'ri kelmaydi, juda kamroq to'layaptimi, ishni olib mijozga juda yaxshi bitta sifatli boshqa odamni topib berib, o'z ostida hozircha mijoz bilan to'xtatib tursangiz ham bo'ladi, to'xtatib tursangiz bo'ladi ishni hozircha. Chunki agar o'sha bergan odamimiz unga yaxshi nima qilsa agar, yaxshi ishlarni qilib bersa agar, arzonroq qilib bersa agar, balkim yana siz mijoz bilan qaytib ishlash nimangiz bo'ladi. Возможность bo'ladi. Yoki mijozlarning ishini qilib bo'lgansiz, ancha vaqt o'tdi. Ba'zan mijozga qaytib yozsangiz ham bo'ladi. Okay?
Aha. Jim, yaxshi yuribsanmi? Ishlaring yaxshimi? Qanaqa ketyapti? Biron problem bo'lmayaptimi? Yordam kerak emasmi? deb yozing. Qa Ko'p hollarda, aytaylik, 50%, 20% hollarda mijoz aytadi: "Okey, mana boshqa ish bor. Давай shu ishni qilaylik", deydi-da. Yoki oxirgi vaqt mana bunaqa glitch bo'lyapti. Ha, qara, bu user ko'payganidan yoki mana bunaqa nima bo'lganidan dasturlashga именно bizga kerak bo'ladigan narsada mijoz bilan har doim aloqani saqlab turish kerak. Keyin agar mijoz juda qiyin bo'lsa agar, masalan, yaqinda shunaqa bitta mijoz bo'ldi. Juda qo'pol muomala qilib, nima qilib gapirayotgan edi. Keyin men ishini hammasini gaplashganmiz, hammasi zo'r, ishini aytganday qilib berganman, lekin u aytadiki, "Men bu qo'shimcha featurlarni qo'shish kerak, men bu xohlagan narsa emas", deyapti. Men aytdim: "Okey, sen xohlagan narsa bu qo'shimcha feature, qo'shimcha ish bu. Bu hozirgi kontraktga kirmaydi. Yangi kontrakt ochish kerak". Yo'q, tushuntiryapman, lekin tushunmayapti-da. Aha. "Okey", dedim. "Man qara", dedim. Man bu yoqda Upworkda o'tiribman, shu sizlar klientlarni rozi qilish uchun. Men senga shu safar hozir shu ishni sen aytganingdek qilib beraman. Kontraktni yopamiz, keyin yangi kontrakt ochamiz. Ha? Nimaga bo'lsa ham klientni rozi qilib ishini qilib berdim. Zararga bo'lsa ham klientni rozi qilib ishini qilib berdim. Kontraktni yopdik. Yangi kontrakt ochdik. Yangi kontraktda men aytdim, qaytib evaluation qilaman boshqa ishlarni. Keyin boshqa ishlarimda o'sha to'lanmagan ishlarni asosda joylab bordim. Klient ham happy, men ham happy. Bunga klientni rozi qilishni bitta yo'li bor edi-da. Men aytdim: "Okey, qara. Shu joy esda chiqib qolibdi. Men hozir endi har bitta kontrakt qildingizki, Upwork escrowda pul turibdi-da. Men aytdim: "Hozir men seni ishingni qilib bo'ldim. Men dokazat ham qilib bera olaman. Upwork orqali bo'lgan hamma ishlar. Men hozir ishimni qilib bo'ldim deb submit qilsam agar, 10 kundan keyin pul menga tushaveradi. Lekin men buni ishni qilmayman. Men klientlarni rozi qilishni xohlayman. Sen rozi bo'lib ketgin men ishimdan. Men sen bilan yana ishlashni xohlayman", deb unga tushuntirib berib, ishni zararga bo'lsa ham qilib berib, lekin keyinroq qaytib foydamni olib ketdim undan. Darrov klientni banga tiqib nima qilib tashamang. Shunaqa narsalar bo'lgan menda. Klient bilan narxini biz gaplashmagan ishni boshlaganman. Klient ishni qilsin qilib berganman. Klient aytgan: "Okey, sen mendan ko'p pul olyapsan". Men aytdim: "Okey, qanday ko'p pul? Biz gapirmadik-ku. Men soatiga pulni olaman. Soatiga ana ketyapti. Timer bilan ishlayapman", deyapman. "Yo'q, bu menga slishim qimmatlik qiladi". Yo'q deganiga, "Okey", dedim. Dedim, "Men bu birinchi partini qilib beraman, kontraktni yopaylik", dedim. Yangi kontrakt ochamiz. U bilan kontraktni yopdik. Men aytdim: "Okey, men sen bilan ishlamayman boshqa". Endi bu boshida bo'lgan yoshlik qilganman. Lekin klientlarni qiyin klient bo'lsa ham rozi qilishga harakat qiling. Agar tushunmaydigan, vahshiy yomon klient bo'lsa agar, mana shu yo'lni qo'llasangiz ham bo'ladi. Zo'r. Zo'r tajribalar bo'lgan ekan. Ikkinchisi juda qiziq ekan o'zi ham. Upworkdan tashqariga boshida klientlarni juda ko'p olib chiqardim. Bu yomon narsa. Juda ko'p olib chiqardim. Pullar chiqib ketgan, klientlar to'lamagan. Shu uchun buni ham maslahat bermayman-da. Risk. Olib chiqib ketmang, mayli. Olib chiqib ketmang hech qachon. Faqatgina Upworkni o'zida ishlashga harakat qilinglar. Mana yangi frilanserlar hammani o'ylaydigan narsa o'sha Upworkni 10-15% komissiyasidan qochaman deb turib, klientni chetga chiqaradi. Misol uchun $1000 to'layotgan bo'lsa klient, tekis $1000 olaman, o'sha qo'y $150 o'zim foydalanaman, to'lamayman deb turib $1000 klient bilan chetga chiqaradi Upworkda. $1000 bir so'midan ola olmay qoladi keyin. Chunki u yerda Upwork Payment Protection'ga o'xshagan hech narsa yo'q, siz ushlab turadigan. Upworkda escrowda turadi pulingiz. Xaridor sizga tashab qo'yadi, ko'rinib turadi pul. Qachon ikki tomon ham rozi bo'lsa, pul sizga tushadi. Zo'r. Bu endi menimcha shart emas aytib o'tish, lekin agar juda klient bilan отношение yaxshi bo'lsa, yillar davomida ishlab kelgan bo'lsangiz agar, menimcha уже bemalol xohlagan yo'lingizni tanlasangiz bo'ladi. Tushunarli, zo'r. Hozir mana sizdan shu paytgacha butun podkastimiz davomida zo'r insightlar oldik. Butun xaridorlar bilan qanaqa ishlash, ishlarni qanaqa topish, proposalni qanaqa yozish, muammolar bo'lganda vaziyatdan qanaqa chiqib ketish kerakligi haqida ham zo'r insightlar berdingiz. Rahmat kattakon. Sizga hozir asosiy O'zbekistonda mana
yangi kirib kelayotgan Upworkchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Shu fikrlaringizni bildirsangiz shu haqida. Upwork'ga kirishdan oldin bilimlaringizni bir ko'ring. Qani, hech bo'lmasa junior darajadamisiz? Hech bo'lmasa qanaqadir productionga chiqqan narsalarni qilib ko'rganmisiz? Shu realniy hayotga kerakli bo'lgan narsalarni qilib ko'rganmisiz yoki Upwork'dan tashqari boshqa mijozlar bilan ishlab ko'rganmisiz? Agar kursdan chiqib kelayotgan bo'lsangiz, biroz maslahat bermayman. Borib qiyti bo'lsa ham o'rganing. Biron real narsada ishlab ko'ring, bepul bo'lsa ham. Mijoz bilan ishlab ko'ring. Keyin Upwork'ga kiring, ish topshirishga shoshilmang. Yaxshilab sizni kursingizni ko'rishsin. YouTube'da birgalar nimalar bor. Resurslar bor, to'g'rimi? Research qilishsin, keyin Upwork'ni yaxshilab to'ldirib, qanday proposal yozishni o'rganishsin, qanday klient tanlashni o'rganishsin. Yanada ko'proq research qilib, keyin klientlarga topshirishni boshlashsin. Endi nishalar menimcha tayyor o'sha yo'nalishlar tayyor bo'lgan odamlar ko'pincha kirishsin. Masalan, Upwork'da o'zi bilmayman, juda ko'p yo'nalishlari bor. Почти что hamma yo'nalishlarda topsa bo'ladi. Men shu maslahatim. Shoshilmaslik kerak. Ish hech qachon qochib ketmaydi. Men bu ish menga hozir juda mos kelyapti, topshirib yuboray deydi. Akkaunt lekin tayyor emas. Uni yaxshilab birinchi to'ldir akkauntni. U klientdan baribir kirib ko'radi-da, qani yoki proposal yozishni yaxshilab o'rgangin. Keyin shu narsadan keyin bemalol ishlab ketsa bo'ladi. Zo'r maslahatlar bo'ldi. Rahmat bu uchun. Qisqacha, agar siz o'zingizni hozir bolalar bilan ishlayotgan ekansiz, men sizni Telegramda kanallaringiz bor ekan, shu haqida ham qisqacha aytib o'tib ketsangiz bo'ladi. Okay. Mana shu Upwork'ni o'rgatayotgan ekansiz. Challenge'lar boshlagan ekansiz. Bu challenge, prям o'rgatish emas. Men o'zim akkaunt noldan o'rtog'im nomiga ochyapman. O'sha akkauntda hammasini ko'rsatib boryapman. Birinchi klientni olguncha. Bu men uchun challenge. Qani men qaytib noldan boshlab o'sha birinchi ishni bilamanmi yo'qmi? Endi inshaalloh endi Xudo nasib qilgan bo'lsa birinchi ishimni olaman 3 oyda, balki uzoqroq vaqtda, lekin qolganlarga motivatsiya bo'ladi. Bu yoqda men sizni ishingizni ham support qilaman. Qandaydir bir darajada konkurent deb o'ylasak ham men sizni hurmat qilaman. Video chiqsa o'zimni o'sha guruhimda hamma joyda sizni ham tavsiya beraman, chunki Upwork hali bizada uncha rivojlanmagan. O'zbekistonda odamlar spectacle nima deyiladi endi bir boshqacha ko'z bilan qarashadi-da, qanaqadir mashinistvanmi yoki nereal narsa bu yoki qanaqadir yomon narsa. Seniorlarimiz ko'pincha yomonlashadi. Chunki ular 9 dan 5 gacha ishga o'rganib qolishganda, lekin Upwork qanaqa возможность berishlarini hali bilmaydi-da ular. Shunga shunaqa stereotiplarni birga buzamiz, yo'qotamiz. Sizni support qilaman hamma ishlaringizni. O'zi shu challenge-ni qilganim, hammasi bepul bo'lganlarning sababi bu bittasi IT community. IT community bu o'sha ITchi yoshlarni bir joyga to'plash, ularga har xil eventlar qilish, ularga yordam berish. Ular ham IT community ham bepul ishlaydi, eventlar qiladi, hammasi bepul. 12 ta viloyatda bo'lib keldi. Qarib yana 2 ta viloyat qoladi, Samarqand bilan Termiz. Обязательно 17-18-da Samarqandga kelinglar. Bu yerda men o'zim bilaman, Termizda ham o'zim bilaman. Toshkentda ham Termizda 31 nima, Toshkentda 20-21 shaxsan da hozir mayda bo'ladi, mayning oxirida bo'ladi, keyin iyunda bo'ladi. 3 ta joy. O'zbekiston bo'yicha hamma joyda bo'lib kelyapti. Faqat sizni ham o'zimizni communityga taklif qilaman. Shavkat aka bilan tanishtirib qo'yaman. Обязательно keling. Da IT communityga ham qo'shilinglar, juda ko'p yaxshi foydali narsalarni bepul olasizlar yo'qda ham. Juda zo'r informatsiya bo'ldi. Agar o'sha linkini aytib qo'ysangiz yoki bir username bo'ladimi, o'shani video ostida linklarni tashlayman. Zo'r bo'ldi. Hammaga o'sha o'zi qiziqishi borlarga mana shunaqa eventlarga, shoularga qatnashib turishni, insightlar olishni taklif qilamiz. Rahmat. Videoda mana challenge linkini men videoda qoldiraman. Mana shu videoda yozib, kirib bemalol challenge-da qatnashishlari mumkin. Va yana bitta narsa, sizga mana Olimbek bizda
podkastimizni 3-mehmonisiz va sizga bizlarni bitta sovg'amiz bor. Aha. Mana shu podkastda qatnashib, o'z ilmingizni ulashganingiz uchun bizlarni Moxie School'da platformamizda sizga 1 yil davomida o'zingizni kurs yaratadigan bo'lsangiz, tekinga bemalol joylab platformamizdan foydalanish imkoniyatini beramiz. Albatta maqsadingiz bo'lsa, niyatlaringiz bo'lsa, o'sha kurs chiqarib, xohlagan sohada bo'lishi mumkin. O'sha frilanserlarga foydasi tegadigan bo'lsa, bemalol platformamizda joylab olishingiz mumkin. Platforma to'laligicha kursni yaratishdan tortib, sotuvlarni joyiga qo'yib, statistikalarni ko'rishgacha hammasiga moslashgan. O'shani sizga sovg'a sifatida 1 yilga taklif qilamiz. Mana qachon kirib kelsangiz, o'shandan keyin 1 yil hisoblanadi. Tamom, rahmat. Ajoyib. Да, niyat bor, kurs qilish обязательно nasib. Ishlatamiz. Xavotir olib, anaqa har xil teachable yoki boshqalarga deb qidirib o'tirmaysiz. Shundoq bog'lanib. O'zimiznikini support qilamiz. Да, обязательно. Shu. Rahmat kattakon Olimбек, bugungi insightlar uchun, podkast uchun vaqt ajratganingiz uchun juda ham xursandman. Ishlaringizga omad, albatta aloqada bo'lib turamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad.